Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyimizi başlayınız. Leksiye de sıdqa ediyoruz. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü sözleydiğim mavzularımız mındaq. Amerika-Cungu savdo münasebeti hemkarlaşış ornuğa qarşılaşış qarapmalıdır. Mavzuluq maqala 2 ayının 26 günü Cunguğa nazar torbiyeti e'lon qilindi. Abduri Chinkay. Kim xalıson, kim xalımıson. Prezident Trump Amerika'da prezident bulup saylandı. Prezident Trump devri başlandı. Bütün dünyadaki cungulukla Amerika-Cungu münasebetinin kelgüsü menzilisiga dikkat kılmakta. Cungu Kompartiyası delmuşu peytte bir aram bulmaktan. Ula şunu biledi ki Sabık prezident vazife ötegen 8 yıl mabeynide, sabık prezident Obama vazife ötegen 8 yıl mabeynide Amerika-Cungu tikligen strategik hemkarlık münasebeti ötmüşke, tarihka ayrılıp gitti. Birinci ayının 20. günüdün başlap prezident qasam berip vazifege olturgandan keyinki 100 gün ameliyatı 100 gün mü gerek bolmay bir ayga yetmegen vaqt içinde ve vakala körsetti ki Amerika-Cungu münasebetinin kelgüsü avvalqı hemkarlıktan qarşılaşış qarap yüzlendi. Deydi haberinin Abduri Chinkay efendi. Yer şarlışış Kompartiyanın avval erişken menfaatlerini tevretti. Ma'lum ben de aytganda Prezident Trump yer şarlışga qarıştırış ve yer şarlışni ahırlaştırışga va'da berip saylamda utuvilip Amerika Qo'shma Shtatlarida prezident bo'lib Aqsaroyga kirdi. Avvalqasının 90 yıllardan başlanğan iqtisadda yer şarlışının yadroluk mazmuni Amerika bilen Cungu iqtisadını bir gavdlaştırış idi. Demek bir yerde naytuf kumluq, meğizlik bir ağız gep çıktı da şu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatları o'tira qo'ygan yer şarlışış, iqtisad yer şarlışış amaliyoti Cungu iqtisadi bilen Amerika iqtisadini Cungu iqtisadi bilen Amerika iqtisadini bir gavdlaştırış idi. Demek bu çok siyaset iken çıktı şu vaqtda. Amerika'nın çoğun şirketleri Cungu'nun erzan emgek gücüden faydalanıp buraya faydalanıp zor paydaga erişti. Lekin Amerika'nın sanat meyvesini, sanat mağazını yoqtup koyup Amerikalıklar hizmetten, işten ayrılıp kaldı. Cungu iqtisadının yer şarlışından faydalanıp tezlikte baş kötedi. Cungu Kompartiyası 4. yönelgisi duç kelgen iqtisad ve hükümranlık xirisinden oңayla qutulup Kompartiyanın imtiyazlıklar goroyuğa köp yardam berdi. Prezident Trump iqtisadi yer şarlışını ahırlaştırsa, Kompartiya hakimiyetinin yer şarlışıga tayinip erişken menfaat ve garip devletleri bilen qarşılaşış iqtidarını mı ahırlaştırgan bulur. Nimdeydi Chinkay efendi? Prezident Trump iqtisadi yer şarlışışını ahırlaştırsa, Kompartiya hakimiyetinin yer şarlışıga tayinip erişken menfaat ve garip devletleri bilen qarşılaşış iqtidarını mı ahırlaştırgan bulur. Reis Xi Jinping bundan sal burun Davos yığını münberide iqtisadi yer şarlış çın turduğanlığına bayanat kıldı. Bundan Reis Xi Jinping'nin xapı bolğanlığını görüp alğalı bulur. İqtisadi yer şarlışını ahırlaştırış Amerika bilen Cungu'nu çoqam savdo uruşu qilishqa elip barıl. Cungu bilen savdo uruşu qilish to'g'risida Prezident Trump güçlük signal tarqitib, Cungu'nun pulni kontrol qilishini to'xtatishini, mahsulotlarni Amerika bozorlariga elip görüp tökme qilib setishni to'xtatishni, Amerika-Cungu savdosidagi ta'tir farqini azaytishini talab qildi. 20 yıldan beri ishlab chiqarish liniyasi Cungu'ga yetkazib ketgan Amerika şirketlerinin Cungu'ga Amerikaga qaytib
kelishini talab qildi. 20 yildan beri ishlab chiqarish liniyasida Amerikadan Jungoga yo'tkab ketgan Amerika shirkatlarining Amerikaga qaytib kelishini talab qildi. Amerikalikning ish o'rnini Amerikalikqa qaytarib berishni talab qildi. Amerika bilan Jungo o'rtasidagi adolatsiz savdo munosabatlarini qo'ldan chiqarib qo'yganda Jungoning iqtisod tomiridan yoki Jungoning iqtisod motoridan ayrilib qolgan bo'ldi. Bu yerda Chinkay apandi nima deydi? Amerika bilan Jungo o'rtasida savdo adolatsiz savdo deydi. Adolatsiz savdo munosabati bu deydi. Agar Jungo buni qo'ldan chiqarib qo'yadigan bo'lsa, u vaqtda Jungo iqtisodining motoridan ayrilib qoladi deydi. Prezident Trump mayli saylam davrida va saylamdan keyingi vaqtlarda boshqa hech qanday gap qilmadi deyli. Faqat bir eg'iz gap. Adil savdo qilaylik. Adil savdo qilaylik. Bu yerda Chinkay apandi nima deyapti? Amerika Jungo o'rtasidagi savdo munosabatlari adolatsiz munosabatdir deydi. Shunga Jungo burundan ayrilib qolsa, Jungo iqtisodining motoridan ayrilib qoladi deydi. Amerika Jungoga mablag' solg'uchi zo'r davlat. Amerika shirkatlari Jungodan chekinib chiqqan aman, undaqda Jungoning sanoat qurilmalari kovaklashib qoladi. Amerika Jungo savdo urushi nuqul savdo urushi emas. Jungoning kishilik huquq masalalari bilan muqarrar bog'lanib keladi. Amerika savdo urushi qilgan vaqtda kishilik huquq masalasi Amerika Qo'shma Shtatlari yuksak axloqiy o'ringa ko'tarib chiqadi. Amerika Jungo savdo urushiga Jungo hukumatining iddiy tayyorligi bor. O'zsiz qattiq inkas qaytaryapti. Lekin har qanday taqobil turish tadbiri yo'q. Yaqindan beri Jungo matbuotlarining so'zi iboralari va yaqinda boshlangan chet el mablag'ini jalb qilish siyosatlardan qaraganda Jungoda yuqoridan tuvangacha Amerika Jungo savdo urushidan qo'rqayotganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Ba'zilar Prezident Trump iqtisodni yarasharlishni oxirlashtirib, Jungo bilan savdo urushi qilsa, dunyo iqtisodiga rahbarlik qilish o'rnini Jungoga o'tinib bergan bo'ladi deyishdi. Bu iqtisodni yarasharlish to'g'risida yetarli bilim bo'lmaganlikning ifodasidir. Jungo iqtisodining son miqdoridan aytganda, Jungoning yarashariga rahbarlik qilish o'rtasida zo'r farq bor. Pishiqlab ishonishga tayinib. Pishiqlab yoki ishlab chiqarishga tayinib. Pishiqlab inchik ishlashga tayinib. Bu yerda bevosita bilan xom materiallarni pishiqlab ishlashga, inchik ishlashga tayinib. Aqliy mulk huquqini o'g'irlab, bu uzundan bir talash-tartish bo'layotgan gap, aqliy mulk huquqi masalasi. O'g'irlab, aqliy mulk huquqini o'g'irlab. Adolatsiz savdoga tayinib, boshda aytdik, Jungo Amerika o'rtasidagi savdo munosabati adolatsiz savdo munosabati. Internetni cheklash bilan saqlanib kelayotgan bir hokimiyat nimaga tayinib dunyoga rahbarlik qiladi deb savol qo'ydi Chinkay apandi. İnternetni cheklayotgan bir hokimiyat. Aqliy mulkni o'g'irlash bilan shug'ullangan bir hokimiyat. Yoki bo'lmasa taraqqiy qilgan sistemimizni, o'zining sistemimizni mush orqali aran yo'lab turg'izib kelayotgan bir hokimiyat qandaqsiga dunyoga rahbarlik qiladi deb savol qo'ydi Chinkay apandi. Amerika Jungo savdo urushining natijasi Jungo iqtisodiy gumron bo'lishdir deb xulosa chiqardi Chinkay apandi. Bu albatta iqtisodni yarasharlashtirishga tayinib, boshqalarga ziyon solishning oxirgi natijasidir. Endi Chinkay apandi hozir Amerika Jungo o'rtasidagi savdo munosabati burungi hamkorlikdan endi qarshilik qarab yuzlandi deydi. Lekin Amerika ovoziga maxsus stoy yozuvchi, Amerika ovozining maxsus stoy yozuvchisi Xechlian xonim hozir Amerika Jungo o'rtasidagi savdo tumanlari
yani soda şavqulları az pasayıp, paskoyiga düşüp, hazır Amerika, Cungu oturusiki münasibetle geopolitiklik, yani geografiyalik siyaset ornuğa asasıga 3 mesele. Biri Janubi Deniz meselesi, ikincisi yanıla soda ticaret meselesi, üçüncüsü Çavuşan meselesi gevlendi, yakşına merkezleştiği değil. Lakin Çinkay efendi mi deydi? Hazır Amerika Cungu oturusiki soda münasibetleri hem karlıktım, karşılış qarab terakki qiladi deydi.